Assalomu alaykum aziz mehribon tomoshabinlar, men Izzatullo. Umid qilaman sog' salomat bo'lib yashab yurgan bo'lsangiz deb. Azizlar, sizlardan bir narsani so'ramoqchi edim. Sizlar uchun qanaqa video yaxshi kelar? Men sizlar uchun video tushirsam, bir narsani aytsangiz, masalan bir joyga borib video tushiring desangiz, video tushirsam, yo bir narsa haqida gaplang desangiz, men onu sizni aytganingizday video tuzatsam, video tushirsam va sizlar bilan bir joyga joylashsam. Va hozir esa men bu kunlar ishlarim bilan mashruf qolgan, o'sha uchun video tushira olmadim hamda sizlardan shikoyatim gilam bor shuki, sizlar ko'p videolarimni ko'rmaysizlar, like bosmaysizlar, himoya qilmaysizlar, yordamchi bo'lmaysizlar. Shu uchun dilsard bo'ldim, yaxlashdim videolardan. Agar bundan buyon sizlar bir turli video menga bizlarga to'ling desangiz, men sizlar uchun video tushirsam, video to'lsam, hatto bir joyga ketmali bo'lsam ham ketsam, siz uchun zahmat qilsam. Va hozir esa men soat ham bo'ldi qancha? 10dan o'tgan. O'lcham ham yonimga yotib qolibdi. Kitob o'qib o'tirgan edim, shu esimga keldi. Aytdim, sizlardan nazar olsam, shu haqida eshitsam. Va bu shoyat sistem to'g'ri kelmagan bo'lsa, sizga ko'rsataman nima uchun sistem to'g'ri kelmaydi va yo ses bor. Sabab mana shu. Menga nazarlaringizni kommentga ayting. Sog' bo'ling, yaxshi kechalar.